Assalomu alaykum. Men Ilhomjon Jo'rayev, ko'p yillar beri avto instruktori bo'lib ishlayman. Hozir sizlar bilan avtotest imtihonlarida ko'pchilik qiynalmayotgan matnli savollarni bitta so'zni yodlab qolish orqali oddiy usulda eslab qolishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Telegram sahifamizga joylagan kalit so'zlarimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ushbu kalit so'zlarimizdan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Hozir sizlar bilan o'zimizda Avtomentor platformamizga o'tib olamiz. Ya'ni testlar bazamiz. Bu joyda ko'rib turibsizki, mavzulashtirib chiqqanmiz. Shu joyda kalit so'zlar bo'limiga o'tamiz. Xo'p, kalit so'zlar, ya'ni matnli savollar. Misol uchun aholi punkt atamasi. Bu aholi punkt atamasini biz yo qonun hujjatini ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni bu qonun hujjatimizni qisqaroq, lo'ndaroq tushuntirib beraman. Yo'l harakat qoidalarining 1-bob umumiy qoidalardan topishingiz mumkin. Bu joyda 6-bandida aytib ketilgan, ya'ni qoidalarda qo'llanadigan atama va tushunchalar. Shu joyda mana ko'rib turibsizlar, aholi punkt kirish va chiqish yo'llari 522, 525 yo'l belgilari bilan belgilangan hudud. Shu joyda 522 nima, 525 nima, shularni oldin bilib izohlarni tushunishingiz kerak yoki sizga qisqa vaqt kerak, ya'ni avtotestdan 10 kun yoki 14 kunda o'tish uchun kalit so'zlar yordamga kerak bo'ladi. Ushbu kalit so'zlarni Telegram sahifamizga o'tamiz. Mana. Shu joyda 522, 525 aholi punkt mana. 522, 525 signal so'zi, ya'ni shu holatda hozirgi savollarni yechib chiqamiz. Mana. Aholi punkt atamasi 522, 525 piyodalar o'tish joyi. E'tibor beringlar, piyodalar o'tish joyi bilan piyodalar yo'lkasi boshqa savollar. Piyodalar o'tish joyi deydigan bo'lsa 5.16.1, 5.16.2 F1 ni bosamiz. Choraha bu, choraha yo'llarning o'zaro birsasida kesishadigan, tutashadigan va ayriladigan joyi, ya'ni kesishadigan va tutashadigan degan so'z signal so'z bo'ladi. Hop. Yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash. Yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash deydigan bo'lsa, og'ir oqibatlari yo'l harakat xavfsizligi deydigan bo'lsa, e'tibor bering, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlashi ham bor, yo'l harakat xavfsizligi ham bor. Shu joyda yo'l harakat xavfsizligi desa, himoyalanganlik signal so'z, quvib o'tish bo'ladigan bo'lsa, quvib o'tishda qarama-qarshi signal so'z. Belgilangan yo'nalish transport vositalari, ko'pchilik avtobus bilan trolleybusni bosib qo'yadi. Bu xato. Belgilangan yo'nalish transport vositalari desa, belgilangan yo'nalish transport vositalari signal so'z bo'ladi. To'siq deb harakatsiz jism, harakatsiz holatda jism F3. Piyodalar yo'lkasi, e'tibor bering, piyodalar o'tish joyi boshqa, piyodalar yo'lkasi boshqa. Piyodalar yo'lkasida transport vosita harakati taqiqlangan qism bo'ladi. Harakat taqiqlangan. Avtomobillarni bir qator bo'lib harakat uchun yetarli keng bo'lgan yo'l chiziqlar bilan belgilangan yoki belgilanmagan yo'l qatnov qismining har qanday bo'ylama bo'lagi bu harakatlanish tasmasi. Hop, shu joyda mana harakatlanish tasmasining signal so'zi har qanday bo'ylama bo'lak harakatlanish tasmasining signal so'zi edi. Endi bu yerda atamada kelganligi uchun signal so'zni bilish orqali, kalit so'zini bilish orqali atamani topishingiz kerak. Harakatlanish tasmasi. Hop. Sizga berilayotgan kalit so'zlarimiz o'zgarmaydi. Agarda o'zgaradigan bo'lsa, ushbu hujjatdagi yozilgan atamalarni o'zgarishi kerak bo'ladi. Ya'ni misol uchun aholi punkti, kirish chiqish yo'llari 522, 525 yo'l belgilangan hudud. Shu joydagi 522, 525 yo'l belgilari o'zgargandagina bu kalit so'zlarimiz o'z ahamiyatini yo'qotadi. Ushbu atamalar 76 ta hozirda shu atamalarda imkon qadar kalit so'zlarni Telegram sahifamizga joylab bormoqdamiz. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. Hali yangiliklar oldinda.